Farzandiga qo'l ko'taradigan ota-onalar. Farzand sizga omonat qilib, ne'mat qilib berilgan narsa. Bu sizni shaxsiy mulkingiz emas. Farzandga qo'l ko'tarayotganingizda aslida siz nimadan xafa bo'lyapsiz? Farzanddan xafa bo'lmayapsiz. Siz bu hayotda siqilishlaringiz, bu hayotda ko'p narsaga aqlingiz yetmayotgani, qo'lingizdan kelmayotgani, tashqaridagi muammolarni hal qila olmayotganingizni farzanddan alamini olasiz. Uni hozir ojizligidan foydalanishga haqqingiz yo'q. U hozir kichkina, o'zini himoya qila olmaydi va siz mana shu pozitsiyangizdan foydalanyapsiz. Farzandga travma qoldirishga, uni o'ziga bo'lgan ishonchini, o'ziga bo'lgan samootsyenka bahosini sindirishga haqqingiz yo'q. Bu narsani vakolatini ola olmaysiz. Ozgina shov o'qib qolgani, ozgina telefonda o'tirgani, ozgina o'qishlarida kamchilik bo'lib qolgani bu hech narsani hal qilmaydi. Vaqtida o'zingiz ham balki bu boladan battar bo'lgandirsiz. Lekin bolani mana ma'mitida siz ertaga unutib yuborasiz, lekin mana ma'mitida qolib ketadigan narsa yaqin orada unutilmaydi. Bolada travma qoldirmang.